tabiiy ofatlarga qarshi kurashishning eng samarali yo'li ilmiy va texnologiyaga suyangan holda harakat qilishdir. Shu maqsadda tashkil etilgan press turda biz O'zbekistonda seysmologik xavfsizlikning asosiy ustuni hisoblanmish Seysmologiya instituti faoliyati bilan yaqindan tanishdik. 1966-yildan buyon faoliyat yuritayotgan ushbu ilmiy muassasa nafaqat respublika, balki butun Markaziy Osiyoda seysmologiya sohasida yetakchi markazlardan biri sanaladi. Institutda zilzilalarning kelib chiqish mexanizmlaridan tortib seysmik to'lqinlarning tarqalishi, seysmik xavf va risklarni baholash, rayonlashtirish va prognoz qilishgacha bo'lgan yo'nalishlarda keng qamrovli tadqiqotlar olib boriladi. O'zbekiston hududida eng faol seysmik zonalar aynan qayerlarda joylashgan va bu hududlarda qanday xavf darajasi mavjud? Hammamiz bilamizki, O'zbekiston hududi seysmik faol hududda joylashgan. Biza o'z fanimizda aytamizki, O'rta Yer dengizi Osiyo seysmik belbog'i bor deb ajratganmiz. Bu dunyodagi 3 ta seysmik belbog'lardan bittasi hisoblanadi. O'zbekistonni o'zini oladigan bo'lsak, O'zbekiston ham geografik jihatdan mintaqalari har xil bilamiz. Cho'l zonalari bor, aragen zonalari bor, ya'ni tog'li hududlar bor. Hammamiz bilamizki, O'zbekistonni g'arb tarafi platforma tekislik, sharq tarafi demak tog'liklar va janubiy O'zbekiston ham tog'liklardan iborat hududlar kiradi. Seysmik faol hududlar aynan shu tog'liklar bor hududlarga to'g'ri keladi. Nimagaki? Chunki seysmik deganda biz zilzilalarni tushunamiz. Avvalo, zilzilalarning asosiy sababchisi hosil bo'lishi bu tektonik plitalarning harakati, ya'ni geodinamika, yer qobig'ining harakati natijasida, deformatsiya natijasida sodir bo'ladigan zilzilalar. Bu tektonik zilzilalar. Shular natijasida harakatlar bor joyda albatta tog' hosil bo'lishi aragen bor. Shu uchun qisqa lo'nda tushunarli bo'lish uchun tog'li hududlar bor joyda ko'proq zilzila, platforma tekisli joyda kamroq zilzila bo'ladi deyiladi. Endi agar kuchiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston hududi 5 balli zonadan 9 balli zonagacha hududlarga ajratilgan. O'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm tarafdan boshlab 5 ball, keyin o'rtaga kelib 6, 7 va vodiylarda Toshkent oldida 8-9 balli hududlar bor. Tashrif doirasida jurnalistlar, laboratoriyalar ishi, seysmometriya uskunalari, zamonaviy sun'iy yo'ldosh aloqalari, yer osti suvlari monitoringi uchun mo'ljallangan maxsus quduqlar va vena bilan bog'lovchi xalqaro monitoring tizimi tarmog'i orqali olinadigan ma'lumotlar bilan tanishishdi. 1996-yilda kelishib, dunyoda yadro tadqiqotlarini taqiqlash bo'yicha tashkilot tashkil qilingan. O'zbekiston o'sha tashkilotga a'zo sifatida kirgan va o'sha a'zolik har bitta miqyosida bo'lgan davlatlar o'zida shunaqa stansiyalarni yaratishganki, shu stansiyalar butun dunyodagi bo'layotgan yadro tadqiqotlarini nazorat qilishga qaratilgan. Mana shu bizni qo'ygan mana bu stansiya, mana shu Markaziy Osiyoda, umuman Janubiy Osiyoda bo'layotgan yadro tadqiqotlarini, shu jumladan seysmologik jarayonlarni ham asosiy kuzatuvga qaratilgan bu antenna hisoblanadi. Bu yerga tushayotgan butun kelayotgan doimiy ma'lumotlar bizning serverimizda jamlanadi va bu jamlangan serverdagi ma'lumotlar shu tashkilotda markazi bo'lgan Vena shahriga jo'natiladi. Masalan, bu stansiya faqat dunyo bo'ylab bitta O'zbekistonda joylashtirilganmi yoki boshqa hududlarda ham bormi? Boshqa hududlarda ham joylashtirilgan. Endi bular hammasi cheresaligi nima deydi? Sputnik orqali bergani uchun o'sha Sputnikni yer qurrasida aylanishiga mo'ljallangan. Masalan, bu stansiyamiz bu yerda bo'lgan bo'lsa, Qirg'izistonda bor, undan keyin yana boshqa davlatlarda bor. Har bitta stansiya bir-biriga ma'lumotni uzatib Venaga jo'natishadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida zilzilalarni oldindan aniqlash imkoniyati bizda qancha vaqt oldin aniqlay olish mumkin? Endi bitta narsada zilzilani oldindan aniqlash masalasi bu hozirgi kunda jahonda eng dolzarb muammolardan bittasi bo'lib turibdi. Lekin bitta narsani aytishim mumkin, hozirgi kunda butun jahon seysmologiyaga yo'nalishda ishlayotganlar erta ogohlantirish tizimini yaratishga harakat qilishyapti. Erta ogohlantirish tizimi degani nima degani? Zilzila sodir bo'lgandan keyin siz turgan joyga necha daqiqada shu zilzila soniyada yetib keladi va shunga shu berilgan eng maksimal qiymati 18 dan 30 sekundgacha shu joyda o'zingizni saqlash uchun imkoniyat yaratib olishga imkon beradi. Nima degani bu? Yaponiyada shu narsa juda katta yo'lga qo'yilgan. Bu o'sha haligi har xil uydagi jihozlar yo bo'lmasa turgan joyingizdan eshik tirqishiga borib joylashib olishga imkon beradi.
ustingizga yo bo'lmasa yoningizdagi asbob uskunalar yo bo'lmasa jihozlar ustingizga tushib ketmasligi uchun, bu o'zingizni saqlash uchun. Masalan, maktab bolalari partalarning tagiga kirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu siz ikkilamchi ta'sirda jarohatlanmang degan ma'noda. O'zbekistonda ham shu narsa yo'lga qo'yilyapti. 2026-yilga borib turib shu narsa dastur ishga tushadi. Hozir shunga tayyorgarlik ketyapti. Qanday, masalan, Yaponiya bilan hamkorlikda amalga oshirilyaptimi? Bu Aynan shu asosiy hamkorlik bu Yevropani Avstriya kompaniyasi bilan birgalikda amalga oshirilyapti. Hozir kunda Amerikadan 200 ga yaqin, bu yil qo'shganda 200 ga yaqin seysmik datchiklar olib kelyapti. O'zbekistonning seysmik faol hududlarida favqulodda vaziyatlarni seysmik monitoring markazi tomonidan har 25 kilometrda shu datchiklar o'rnatib bo'lyapti. Shu erta ogohlantirishni informatsiyani berish uchun. yaqin yillarda O'zbekistonda yirik zilzila sodir bo'lishi ehtimoli bormi? Shunga oid. Yaqin yillarda, yaqin kelajakda, masalan 5 yil, 15 yil ichida bo'lishi mumkin bo'lgan seysmik faol hududlar ajratib qo'yilgan, buni favqulodda vaziyatlarga berilgan. O'sha asosida biz hozirgi kunda seysmik riskni baholash jarayoniga o'tganmiz. Ayniqsa institut arxivida saqlanayotgan 200 mingdan ortiq seysmogrammalar kelgusi avlod uchun bebaho manba hisoblanadi. O'sha paytlarda 60-yillarda qonunlarda va normativ hujjatlarda faqat biz makroseysmik ballaga amal qilgan bo'lsak, hozirgi kunda mana ko'ryapsizlar, Toshkent shahrida, umuman O'zbekistonda ko'p qavatli binolar juda ko'payib ketdi. Ular bitta faqatgina makroseysmik balga mo'ljallangan normativ hujjatlarga asoslanib qurilishi mumkin emas. O'shaning uchun hozirgi kunda bularga loyihalash ishlari, qurilish ishlari uchun kerak bo'lgan muhandislik ko'rsatishlarida biz o'sha narsalarni tayyorlab, qurilish vazirligiga va qurilish loyihalash ishlariga olib borayotgan tashkilotga yetkazib beryapmiz. Ushbu platformamiz Seysmizoning o'z platformasi hisoblanadi. Bu platformaga viloyat markazlari va yirik shaharlarda 1:25 ming miqyosidagi seysmik mikrohududlashtirish xaritasini bosqichma-bosqich hozir vaqtda ishlab chiqyapmiz. Tayyor xaritalar ilmiy asoslangan. Qulayligi shundan iboratki, qurilish ishlarini boshlamoqchi bo'lgan quruvchi yoki loyihachilar qurilish maydonini necha ball zonada turganini o'sha onlayn tarzda aniqlab olsa bo'ladi. Bu nima deydi, qurilish ishlariga birmuncha qulayliklar tug'diradi. Sababi o'sha qurilish loyihalayotgan ishlarini necha ball zonada turganini to'g'ridan-to'g'ri aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu platformadan hozirgi vaqtdagi amaliyotda foydalanilyapti. Masalan, quruvchilar bizga murojaat qilsa, masalan, qurilish vazirligidan bu platforma orqali o'zini maydoni necha ball zonada turganini aniqlab olsa bo'ladi. Institutda faoliyat yuritayotgan 1 nafar akademik, 11 nafar fan doktori va 16 nafar fan nomzodi va falsafa doktorlari nafaqat nazariy, balki amaliyotda ham yurtimiz xavfsizligi uchun xizmat qilmoqda. Bizda bu milliy ma'lumotlar markazi ochilgan. 96-yili Yevroittifoq bizga taqdim etgan salohiyatni oshirish tizimi mavjud. Har kunlik zilzilalar bo'lgan paytini tahlil qilamiz. Onlayn ravishda butun dunyodan kerakli informatsiyani olib, hamda monitoring tizimini ko'rib turamiz. Butun dunyoda nafaqat seysmik kuzatuvlarni, balki ultratovush yoki gidroakustik stansiyalardan ma'lumot olishni bizga server bilan almashish imkoniyatlarini beradi. Hamma bizda bor ba'zi ma'lumotlarni almashuvimiz ham bor. Boshqa dunyodagi shunaqa qilingan milliy ma'lumotlar markazi bilan. Bu bizda server qo'yilgan 16 terabaytli shotka baza yoki arxiv sifatida bu yerda hamma ma'lumotlar saqlanadi. Seysmik ma'lumotlar bo'ladi yoki infrazvuk ma'lumotlarini shu yerda tahlil qilamiz. Bu gidrogeoseysmologik laboratoriyamiz hisoblanadi. Bu yerda asosiy qilinadigan ishlarimiz yer osti artezan suvlardan olingan namunalarni bu yerda biz analiz qilamiz. Titrlash metodi bilan, gaz miqdorini o'lchash bilan va muhit ko'rsatkichlarini o'lchashlar bilan bu yerda ishlar olib boriladi. Olib kelingan namunalarimizni gazini ajratib olamiz. Maxsus o'zimizning qurilma asosida ajratilgan gazlarni biz o'zimizning mana shu xromatograf degan qurilmaga yuboramiz. Xromatograf degan bu qurilmada gazlarni hammasini o'zini molekulyar
og'irligiga qarab turib uni ajratib chiqarib beradi. Undan olingan ma'lumotdan keyin biz mana titrlash metodi bilan, ya'ni gidrokarbonat, xlor ionlarini biz bu yerda suvda necha foiz ekanligini biz doimiy kuzatib borish uchun ularda shu laboratoriyada shu ishni amalga oshiramiz. Undan keyin ionomer degan priborimiz bor, muhit ko'rsatkichi, ya'ni suvdagi vodorod ko'rsatkichini, ya'ni окислительный восстановительный potensial deydi, yash, o'shalarni biz doimiy kuzatib olib boramiz. Bular orqali biz yer ostida bo'layotgan jarayonni kuzatib turish imkoniyati bizda yaratiladi. Aynan geologik jarayonlarni biz kuzatamiz. Bularni ham biz zilzilaga bog'lashga harakat qilamiz. Shu qatorida 160 sonli qaror doirasidagi yana ilmiy ishlarimizdan biri Toshkent shahridagi simulyatsiya modeli ishlab chiqildi. Bu yerda asosan ko'p qavatli va yakka tarafdagi binolardan foydalangan. Bu yerda asosan ssenariy zilzilalar asosida simulyatsiya modeli bevosita ko'riladi. Bu yerda asosan shu kunga kecha kunduzga bo'ladigan, misol uchun zilzila bo'lib qolish ehtimoli agar bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahri misolida biz ssenariy bo'yicha ko'rganmiz. O'sha ssenariyda ko'p qavatli binolarda holati bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni berish imkoniyatiga ega bo'ladi va o'sha simulyatsiya doirasida zilzilaga tayyorgarlik ko'rish doirasida amalga oshirish uchun xizmat qiladigan modellardan hisoblanadi bu. Bu bunaqa holatda bo'lsa, qanaqa joylar kuzatiladi bu yerda? Talafotlarning darajasi qanaqa bo'ladi? Bu holatda zilzila bunaqa holatda bo'lsa, qanaqa holat? Hamma ssenariy bo'yicha ko'riladi bu modellar. 3D holatda binolar mana turibdi. Butun Toshkentning bazasida bu yerda. Ssenariy bo'yicha ko'riladi bu yerda faqat. Biz hozirgi kunda innovatsion loyiha doirasida ko'chkilarni o'rganishga bog'liq loyiha qilganmiz. Ushbu loyiha doirasida Multi-Seismic Risk Assessment kompyuter dasturi ishlab chiqqanmiz. Ushbu dastur respublika hududida mavjud barcha surilmalar va xavfli jarayonlarni monitoring qilishga yordam beradi. Va mana ko'rib turibsiz, xaritada mana respublika hududidagi Toshkent viloyat hududida mavjud ko'chkilarning qaysi balda joylashganligi, ya'ni o'sha hudud xavflilik darajasiga ko'ra ko'chkilar qaysi balda turganligi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Bu yerda mana ma'lumotlar bazasi shakllantirilgan. Mana bu yerda biz ma'lumotlar bazasini kiritganmiz. Har bitta ko'chkini ma'lumotlari kiritilgan. Bu yerda mana ko'chkilar bo'yicha tablitsa shaklda ma'lumotlar berganmiz. Bu yerda joylashuvi, umumiy maydoni, ko'chkini hajmlari va qaysi balli hududda joylashganligi bo'yicha ma'lumotlar keltirganmiz. Xuddi shunday mana bu yerda ballar kesimida ajratganmiz. 9 balli hududda qancha ko'chkimiz mavjud, 8 balda, 7 balda degan ma'lumotlar jamlangan va u xaritalashtirilib kompyuter dasturiga kiritilgan. Ushbu dastur onlayn holatda ma'lumotlar bazasini shakllantirish va ko'chki bo'lgan, zilzila bo'lgan taqdirda bizning hududimizda shu ko'chkiga shu zilzilaning qanday ta'siri bo'layotganligini baholash imkoniyatini beradi. Platformaning ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek ssenariy zilzila tanlangan. Bu ssenariy zilzilaga asosan hudud necha balli zonaga tushganligi va o'sha hududda qancha bino mavjudligi bo'yicha iqtisodiy talofatlarni baholash imkoniyati yaratilgan. Bizda mikroseysmik tadqiqotlar olib boriladi. Mikroseysmik tadqiqotlar o'sha gruntlarda, ya'ni bino inshootlarida foyda qavatida mikroseysmik tebranishlarni o'lchaymiz va o'sha zilzila balini qanchaga orttirib yuborishi va kamaytirib yuborishini natijalarini beramiz. Kechagi kunda Ohangaron suv omborida yuqori qismida katta ko'chkiga borib keldik. O'sha ko'chkiga tadqiqotlar o'tkazdik. O'sha yerda gruntini, ya'ni tuproqning necha ballik zonada zilzilani baliq kuch energiyasini oshirib borishi yoki yutilishi haqidagi fikrlarni hozir обработка qilyapmiz. Bu yerda natijalar hozircha yaxshi. Seysmologiya instituti bu shunchaki ilmiy markaz emas, balki yurtimizdagi har bir inson xavfsizligi uchun kurashayotgan bilim va tajriba maskanidir. Bugungi press-tur ilmiy yo'nalishda amalga oshirilayotgan ulkan ishlarga oyna tutdi. Tabiiy ofatlarning oqibatlarini kamaytirish, hayotlarni asrash ana shunday fidokor mutaxassislarning mashaqqatli mehnati bilan amalga oshadi.